Hop. Bugun men gaplashmoqchi bo'lgan narsa kimnidir yerga urish uchun yetimlar deb yozmadim. Ota-onasiz qolganlarda, otasiz yoki onasiz qolgan yoki bo'lmasam o'zi umuman yetim ota-onasi bo'lib turib, yetim sifatida yetimdek katta bo'lganlar bor. Hayotim davomida ko'p kuzatganman, men ko'rganman. То есть yashashni o'zi o'rganayotgan, yo'q joydan bor qilib, yo'q joydan o'ziga yo'l ochib, kelajagini qurayotgan, yaxshi yashashni, baxtli yashashni, o'sha kelajakdagi o'zi, moment. Ming bor uzr. Kelajakdagi o'zi va farzandlari oilasida xuddi shu o'zingiz duch kelgan qayg'uli holatlarga duch kelmaslikni xohlaydiganlar uchun qilyapman va har kunini shunchaki tavakkal bilan boshlab, tavakkal bilan yo'lga chiqqan odamlarga. Boshini kelishib olsak, hozirgi men gapiradigan narsalar sizlarga juda ham oddiy tuyulishi mumkin va banalni ko'rinishi mumkin. Hamma genial narsalar oddiy bo'ladi deganda davomi bor buni, qachonki bu uchun kerakli stereotiplar bo'lsa. Misol uchun, hozir men telefonni olib, bu odamga telefon deb gapirib, mana bunaqa ishlaydi, mana bunaqa funksiyalari bor desam, tushunaveradi. Sababi unda kerakli stereotiplari bor. Telefonni materiallari qayerdan kelgan, qanaqa ishlash prinsipi, stereotiplari bor. Endi men 12-asrdagi bitta o'zbekka borib, telefon bo'ladi, shunaqa zo'r narsa deb tushuntirmoqchi bo'lsam, unda unga kerakli bo'lgan, bu ma'lumotni tushunishi uchun kerakli stereotip shablonlar bo'lmagani uchun tushunmaydi. Xuddi shunday gapirmoqchi bo'lganlarim ham, misol uchun, kimgadir oddiy banalni tuyulishi mumkin, lekin qabul qilib tushunish uchun kerakli stereotiplar kerak bo'ladi. Nimanidir odam o'zi boshini o'tkazib, shu stereotiplarni yaratgan bo'lishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, misol uchun, mana bizda ko'r odamlar bor. Ko'r bo'lib tug'ildi kimdir, to'g'rimi? Kimdir ko'r bo'lib tug'ildi. Endi u yashashi kerak dalishi. To'g'ri eshityapti, eshitishi mumkin, gapirishni bilishi mumkin, lekin ko'rmayapti. Nima imkoniyati qoladi yashash uchun? Bunda ko'rish imkoniyati yo'q. Faqatgina tashqaridan gapirilayotgan, tashqaridan berilayotgan informatsiyaga, ma'lumotga ishonish qoladi. Tavakkal qilib, shunga ishonish qoladi. To'g'rimi? Men aytayotgan, hozirgi men aytgan undan boshqa yo'li yo'q, uni yashab qolaman desa, boshqa imkoniyati yo'q. Faqat boriga ishonish, berilgan narsaga ishonish. Men aytmoqchi bo'lganlarim ham, aytib o'tganlarim ham yetimlar va yetim sifat bo'lib ulg'ayganlar ham xuddi shunaqangi holat. Chunki orqangda kimdir yo'q, suyanch bo'ladigan hech kim yo'q, tayanch bo'ladigan hech kim yo'q. Butun ishonching faqat tashqariga yo'nalgan, tavakkalga qilingan va bu tavakkalni orqasidan qachondir kimdir pantam yeyishimiz mumkin va kimdir bo'lsa yo'lini ochib ketishi ham mumkin bo'ladi. Boshdan tasalli bermoqchiman, bunaqa tavakkal qilib yashashga majbur bo'lganlarga. Bizning suyanchimiz bu yerda emasda, o'zi aslida bu olam bizniki emasda, biz bu olamga boy bo'lish uchun, o'ta katta baxtli bo'lib ketish uchun kelmaganmiz. Shu tavakkalga yashaganlar aytyapman.
Bu bizni shu ruhiyatimizni tanlagan yo'li. Вот. Bundoq olib qarasanglar, shunaqa tavakkal bilan yashaydiganlarni ko'rsanglar, o'zi bu olamni moddiyatga juda ko'p mehr qo'ymagan bo'ladi. Odamlarga ham juda mehr ko'p qo'ymagan bo'ladi. O'zini hayot bilan o'zi yashaydigan, nima deydi, jamiyatga ham, odamlarga ham ehtiyoji unchalik yo'q bo'lgan odamlar. Sababini olib qarasanglar, men o'tgan videoda tushuntirgan edim, 3 xil odamlarni ruhiyat rivojlanish darajalarini, yosh ruhiyatlar dedim. Men qachon qo'lga tushsam, vijdon kriteriyasi, men qachon qo'lga tushsam, adolatsizlik. O'rtasida hali o'smirlik davridagi ruhiyatdagilar, buni ham hozir tushuntiraman, ozgina naryoqda qolgan kriteriyalarni. Yuqori rivojlanish, o'zidan ko'ra yuqoriroqda rivojlangan ruhiyat egalariga vijdon, meni yaqinlarim zarar ko'rsa, meni yonimda turganlar zarar ko'rsa, bu adolatsizlik deb hisoblaydi. Endi yetilgan, ulg'aygan ruhiyatlarni oladigan bo'lsanglar, u endi yetilish rohat joyiga yetib borish uchun ham o'sha bir nechta tanada bu ruh manifestatsiya bo'lgan va bir qancha hayotiy malakani boshidan o'tkazib bo'lgan. Va keyinchalik eng yuqori ulg'aygan kesimdan chiqib vijdon kriteriyasini shu qilmish orqali, shu ish orqali insoniyat zarar ko'rishi mumkin yoki zarariyat foyda topish mumkin degan fikr baholaydi. Qilayotgan harakatini, ishini. Bu ulg'aygan ruh deganda, ulg'aygan ruhiyat deganda o'sha o'tgan hayotida shoh bo'lgan bo'lishi mumkin, gado bo'lgan bo'lishi mumkin, katta biznesmen bo'lgan bo'lishi mumkin, boshdan kechirib bo'lgan, to'yib bo'lgan, tabi to'q, ko'zi to'q degani o'shandan keyin bo'lgan va bu hayotda unchalik ehtiyoji ham yo'q yoki odamlar bilan keraklicha gaplashib bo'lgan, odamlarni tanib bo'lgan, ko'rib bo'lgan, ruhiyatni bilimi sifatida qolgan. Endi shunaqa majnun sifatlardan bittasi, mana bu Abdulaziz Karimov video, hozir qo'yaman, birga eshitamiz. Bu qo'shiq 97-yilda yozilgan ekan, video 97-yilda yozilgan ekan. Lekin shunga qaramasdan mana hozirgi kungacha turibdi YouTube'da. O'chib ketmagan, yo'qolib ketmagan, negadir mana shu qaysisidir o'tirishdan video. Nima deb o'ylaysizlar? Nega shu o'chib ketmagan haligacha? Nimaga hali ham turibdi shu video? Aynan shu video, aynan shu kadrlar. Birinchi qo'yib beraman, birinchi eshitamiz, keyin xohlasanglar kommentga yozishinglar mumkin yoki ovozlida ham gapirsanglar bo'ladi. Ovozi boryaptimi?
Qurban bo'laman, qurban bo'laman, hayratda qolib. Qurban bo'laman, qurban bo'laman, hayratda qolib suratim bejon bo'laman. Qurban bo'laman, qurban bo'laman, qurban bo'laman, hayratda qolib. Qurban bo'laman, qurban bo'laman, hayratda qolib suratdan bejon bo'laman. Qurban bo'laman, qurban bo'laman, qurban hayratda qolib. Qurban bo'laman, qurban bo'laman, hayratda qolib suratdan bejon bo'laman. Вот. Xuddi mana shu o'tirish mana Yulduz shou degan ko'rsatuv bo'lgan ekan. Bu yoqda boshqa hofizlar ham chiqqan, boshqa qo'shiqchilar ham chiqqanda, lekin negadir ularni zapis qolmaganda, aynan Abdulaziz Karim asr guruhini mana shu qo'shiq aytgan joyi saqlab qolingan, haligacha saqlanib turibdi. Haligacha maza qilib eshityapmiz. Nimaga deb o'ylaysizlar? Xohlasa chatga yozinglar, xohlasa yozinglar. Chista tasodif. Yo'q. Chista tasodif emas. O'zi ozroq ulg'aysangiz tasodiflar yo'qligini tushunib qolasiz o'zi. Tasodiflar tasodif emas degan. Kimdir aytadi, boshqalarga nisbatan ko'proq mashhur bo'lgan. Yo'q. Bundan ko'ra mashhurlar bo'lgan. Hop. Sababi buni talantliligida emas, sababi yo'q bo'lganda emas, tasodifda emas. Sababi haligi aytishadi-ku, admin psixikasi bog'liq qanaqadir xotira, bunday emas. Sababi bu hozir darvishlar, sufiylar butun umr harakat qiladigan haligi yaratganda ishqida erib ketish holati bor-ku. Majnun o'zini yo'qotgan-ku, Majnunni holatida tutilku o'tiribdi hozir. Xuddi shunday qilib aytgan. Bu yerda Abdulazizni shaxsiyati yo'q, hozir aytayapti-ku, qo'shiqda aytayotgan joyda Abdulazizni shaxsiyati yo'q. Boyaga Rumiy aytgan nayda qamishni o'zligiga qolmaydi-ku. Xuddi shunaqa undan keyin Sosandani nafasi chiqadi, muzikasi chiqadi. Bu yerda ham xuddi shunaqa dardi chiqyapti. O'zligini yo'qotgan, o'zligini yo'qotdi aytyapti. Men aytayotganlarim sababi, nimaga qo'shganimiz sababi, mana biz tavakkal uchun yashaymiz-ku, to'g'rimi? Tavakkal qilib yashaymiz-ku. Borimizni shundoq topshirib, tavakkal uchun yashaymiz, tavakkal uchun bir ish qilamiz. Va tavakkal uchun qilgan vaqtimizda har doim fikr o'yimiz xolimizmi yo'qmi? Yaratganda bo'ladi. Xudo shu o'xshasin qilib. U joyda o'zlik qolmaydi-da, ko'pincha. Ko'p holatda o'zlik qolmaydi. Shuning uchun ham haligi yetimlar ko'rsanglar, yetimlar ertaroq hayotni tushungan bo'ladi yoki shu tavakkal qilib yashashga majbur bo'lganlar ko'proq hayotni va yaratganni tushungan bo'ladi. Bu
Hop. Men ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa shunchaki bugun ko'rsatyapman. Eshikni ko'rsatyapman. Eshik tarafga o'zinglar yurib, как бы GPSdek qilib ko'rsatyapman. O'zinglar borishinglar kerak, hammasini o'zinglar boshinglardan o'tkazishinglar kerak bo'ladi. Oxirgi maqsad nima o'zi? Oxirgi hayotdan oxirgi maqsad nima? Men hozir 30 ga kirdim. Bugun tushuntirayotgan narsalarni, hozir tushungan narsalarimni tushunishim uchun menga 30 yil vaqt ketdi. Men o'zimni tanimasligimni va qayoqqa ketayotganligimni tushunishim uchun menga 30 yil vaqt ketdi. Kimdadir bu yerda, kimdadir kechroq bo'ladi. Qayoqqa ketyapman men? Men o'limga qarab ketyapman. Hammamiz o'limga qarab ketyapmiz. Hozir mana bu tana, yuz, qo'l hammasi hujayra tana to'qimasi o'lib boryapti. Hozirgi momentda o'lib boryapti, aynan hozirgi momentda. Va qachondir bu proses to'xtaydi. Har nafas olganimda, nafas chiqarganimda mana shu tanam o'lishi davomida ajratib chiqargan zaharli gazlarni men chiqaryapman, zaharli moddalarni va toza havo olyapman yana. Va qo'yayotgan qadamim meni oxirgi o'limga qarab olib boryapti. Lekin o'limga qarab meni tanam ketyapti. Ichimdagi o'zligim, ruhiyatim emas. Faqat mana bu tanani ijaraga olgandayman. Ma'lum muddatga ijaraga olganman. Qanchadir muddatga. Va bu ijaraga olgan vaqtimda men buni kayf safoga ishlatishim mumkin. Men buni o'zimni shaxsiy egoistik maqsadlarimga erishish uchun ishlatishim mumkin. O'zgaruvchan, mendan keyin qolib ketadigan narsalarga ishlatishim mumkin. O'zim yoki bo'lmasam o'zimni nima uchundir fido qilishim mumkin. Yoki bo'lmasam yaratgan yo'liga, Xudoning yo'liga qilib yashashim mumkin, tavakkal qilib. Yoki bo'lmasam odamlarning og'irini yengil qilib yashashim mumkin. Va chunki men o'zim tushunib hozir hamma tushunmagan, to'g'rimi? Hamma tushunmagan tana emasligini, u faqat ruhiyatdan tashkil topganligini, qachondir bu tana o'lishini va shuncha bu tanani ishlatish imkoniyati menda bor hozir, to'g'rimi? Menda hozir bizda bor mana shu tana. Biz deyman, aslida 3 ta mavjudot bor mana bu tanada ichida. Ruhiyat bor, meni shaxsiyatim bor va meni tanam bor. 3 ta, biz 3 tamiz. Shu hozir qo'limizda turgan mana shu 3 xil instrumentni foydalanishim uchun foydalanib, kimdir og'irini yengil qilishi mumkin. Kimdir xursand qilishi mumkin. Kimdir Xudoga shukr deb xursand bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin. Va mana shu narsa ibodatdagi narsadan endi qaytamiz. Xo'p, bizda bir nimaga olib borayotganimni keyin tushuntiraman. Bizda quyidagi ma'lumotlar formatlari bor. Data deylik, informatsiyani PDF konveyeri bor. Bitta PDF konveyeri ichida xil bu yerda diplom nusxasi bo'lishi mumkin, u yerda yozilgan maqolaning nusxasi bo'lishi mumkin, PDF kitob bo'lishi mumkin, to'g'rimi? JPG. Bu yerda rasm konveyeri. Bitta rasm konveyeri, bitta JPG formati ichida bir necha xil oilaviy rasm, tabiatda rasmi, hayvonlarning rasmi, meni rasmim, sizlarning rasminglar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Aytaylik yoki MP3. Bitta MP3 konveyeri ichida bir necha xil muzika bo'lishi mumkin. Sherali Jo'rayevniki, Abdulaziz Karimniki, Shohruh Repniki, Eminemniki, kimniki bo'lsa ham. Bitta konveyer ichida bir necha xil rasmlar bo'lishi mumkin. Va MP4 ham shunaqa video fayl deylik. Bizda endi biz xohlayotgan kelajakdagi hayot ham, bizning realligimiz ham xuddi shunaqa bitta tasavvur qilsanglar bo'ladi, data konveyerining ichida turadi. Bu data konveyerini olam formati 3 birlik deyishadi. 3 birliklarga nima kiradi? Informatsiya, materiya, o'lcham. Informatsiya, materiya, o'lcham. Bular bir-biridan ajralmaydi, bir-birini inkor qilmaydi. Bir informatsiyaning ichida materiya bor va o'lcham ham bor informatsiyaning ichida. Materiyaning ichida o'zida informatsiya ham bor, o'lcham ham bor, materiya ham bor.
va o'lchamni ichida ham informatsiya ham bor, materiya ham bor, o'lcham ham bor. Shuning uchun ham 3 birlik deydi. Endi bir boshidan boshlaymiz. Kimgadir juda chaynab maydalab tashlagan deb tuyulishi mumkin, lekin bularni hammasini nima deydi, harakat qilyapman juda ham oddiy qilib tushuntirishga, har qanday odam tushunishi uchun. Mana aytaylik, kechagi kuni kanalimda chiqargan meni rasmim, video. Men shu rasmni ko'rdim, shu joyga borib o'tirmoqchiman. Endi aynan shu joyga borib o'tirmoqchiman. Aynan shu sohilni bo'yida ro'paramda shu samolyotlarning zavodi bor. Yonimizdan kemalar o'tib turadi va biz Elizar bilan qum o'ynab, suv o'ynab o'tiramiz. Bu joyni qayerdaligini eng avval topishim kerakmi? Mana endi men ko'rdim. Oxirgi maqsadimiz bizni qilayotgan ishlarimizni sababchisi bo'ladi. Teskarisi emas, biz qilayotgan ishlarimiz qachondir qayergadir olib boradi emas. Avval biz qaysidir maqsadimizga qarab bir ish qilamiz. Mana aytaylik, men shu joyi qayerdaligini bilaman. Bu joyi nomi Teufelsbrück degan sohilli joyi Elbe kanalining bo'yida joylashgan bo'ladi. Va men hozir mana Lüneburgda yashayapman. Menga yo'l xaritasi kerak. Yo'l xaritasi qilib o'zimni joyimni yozdim, joyimni belgilab, oxiriga va menga yo'l xaritasi paydo bo'ldi. Endi bu yo'l xaritasi bo'yicha men yo'lga borishim uchun yo'l ko'rsatuvchi borish yo'li obyektiv, to'g'rimi? Yo'l bitta obyektiv turibdi. Yo'lda korrektorovka qilishi mumkin, qayerda to'xtab dam olishi mumkin. U hech narsa emas, lekin menga shu yo'limni to'g'riligini ko'rsatuvchi ko'rsatmalar obyektiv. Menga uni nemis aytadimi, xitoylik aytadimi, bu yerda yashayotgan, yoki o'zbek aytadimi, yoki rus aytadimi, bu yo'lni ko'rsatadigan. Menga farqi yo'q. Qora tanli, oq tanli, musulmon aytadimi, xristian aytadimi, buddist aytadimi, bu yo'lni ko'rsatadi. Farqi yo'q menga. To'g'rimi? Bu yoqqa boradigan yo'l bitta, ko'rsatadigan yo'l bitta. Xo'p. Ushbu safarim uchun umumiy hisobda o'rtacha aytganda 1 soat 15 minut vaqtim ketar ekan. Endi menda bu yerda turadigan narsa bor. Yo'l xaritasini qildim. Qayerga borishimni bilaman. Qayerga borishim mayoq deydi. Diqqat deydi. Xuddi shunday. Endi biz o'zimizning hayotimizni planlashtirishimizni ham aytsak, endi men harakat qilaman o'zimizni hayotiy malakamizdan kelib chiqib qilish. Men maktab paytida o'qiyapman va biz yer chopishimiz kerak edi, yoki haligi agarotda ish qilish kerak, yoki uyda ustida ishlasa, haligi quyosh tagida ishlashing kerak. 9-10 yoshli bolaman. Yoqmayapti menga jismoniy ish yoqmayapti. Haligi ustalarga qarayman, dadamga qarayman. Men deyman, bularning yoshiga kirganda shu ishni qilishga tayyorman, qila olaman, xohlaymanmi shuni. Men o'sha 9 yoshimda, 10 yoshimda qabul qila olmayapman, yoqmayapti menga shu ishni qilish. Issiqda quyoshni tagida yashash. Tasavvur qilyapti, men nima qilish kerak? Ish bitta kasb kerak edi menga. Hayotimni yangilash, hayotim birinchi o'rinda odamlarga yordam bersin, ikkinchi o'rinda salqin joy bo'lsin, qishda issiq joy bo'lsin, toza joy bo'lsin, o'tirib ishimni qilay, o'zim mustaqil qaror qabul qila oladigan joy bo'lay, kimdandir topshiriq olib ishlaydigan joy emas, proseslarni operator emas, proseslarni boshlovchisi sifatida bo'lay, oyligi yaxshi bo'lsin, mana shunaqa. Keyin bir boshdan keraksizni o'chirib tashlash kerak bo'lgan. Oxiri vrachlik yoki injenerlik qolgan edi. Vrachlikka qarab ketdim. Endi men oxirida qayerda yashashimni bilyapman va hozirgi qilayotgan ishlarim qachondir kelajakda meni u yoqqa olib keladi. Masalan, aytaylik, men 10 yoshimda shuni, biz 10 yoshimizda shuni xohlagan bo'lsak, hozir 30 ga kirdim. 20 yil mana bu sayr bu yerda misol uchun 1 soat 15 minut vaqt ketgan bo'lsa, bizni xohishimiz, bizni kelajagimizdagi videniyamiz uchun
ko'radigan kartinamiz uchun 20 yil vaqt ketyapti. Uzoq muddatli perspektivada fikrlash kerak bo'lyapti. Uzoq muddatli perspektivada strategik qaror qabul qilish kerak bo'lyapti, taktik qaror qabul qilish kerak bo'lyapti. Endi borgan sari shu hozirgi holatga kelish imkoniyatimni ehtimolligini oshirish uchun nima qilishim kerak? Tibbiy atamalarni bilishim kerak, kasallar bilan ishlashni bilishim kerak, hech bo'lmaganda ukol qilish, osma ukol qilish, umuman birinchi oddiy baho berishni bilishim kerak. Bu uchun nima qilish kerak? Medkollejga kirasan, medkollejda o'qiysan, institutga tayyorlanasan, institutga kirganingdan keyin qildirib yurmaysan. Mana kirdim, endi bir narsa bo'lsa, vaqt o'tsa ketadi-da. Bu bilan bizni hozirgi kunimiz ham o'taveradi. Ha, borib kelaman 8 soat bular ham o'taveradi. Lekin kelajakni o'ylab har soat o'tib ketyapti, o'lib ketyapti. Mana bu tana o'lyapti. Borgan sari bu tana uchun yoqimli holat, tana uchun yengil hayotni qilish kerak bo'ladi. Toki bu tana bu olamni tark etgunicha. Mana biz hozir 30 yoshimizdaligimizdagi hozirgi qiyinchiliklarni, hozirgi qiyinchilikni biz 40 yosh, 50 yoshda ko'tara olmaymiz. Hozirgi 30 yoshdagi holatda ko'tarib turgan qiyinchiligimizni, boshimizda o'tkazayotgan mas'uliyatlarni. Hozir biz 20 yosh, 25 yoshimizda talabalikdagi ko'rgan qiyinchiliklar bilan hozir yashamayman. Hozir turishimda, hozirgi neft tizimi holatida, tanamli holatida men studentligimdagi bosim bilan, hayotiy bosim bilan yashamayman men hozir. Ko'tarmaydi. Bu uchun yetarli buferdagi resurslarim yo'q men. To'g'rimi? Xuddi shunday holat borgan sari, yosh ulg'aygan sari ortib boradi. Meni bitta tanishim bor, bu yerda 40 yoshga kirdi, 40 yoshdan o'tdi hozir. Hozirgacha 4 ta ausbilding qilgan, 4 ta kasb almashtirgan. Ofitsiantlik, oshpazlik, gastronomiyadagi sotuvchilik, undan keyin hozir medsestralik o'qiyapti. 4 ta 40 yoshdan o'tyapti. Hammasini 10 yildan qilib kelgan. Uni har 10 yilda qiladi-da, almashtiradi. Oshpazligidagi nagruskasini hozir ko'tara olmaydi. Oshpazlik sifatida ishlaganini. Shuning uchun medsestralikka o'tyapti. Medsestralikdagi ishi ham psixiatriyada, forenzikda, sud tibbiyot psixiatriyasi, sud tibbiy psixiatriyada. U yerda juda ham sokin, juda ham tinch joy, prosta borasan, qarab o'tirasan, все. Unchalik og'ir ish emas u yerda. Uni yoshiga, tanasiga to'g'ri keladigan ish mana shunaqa. Xuddi shunday, shuning uchun kelajak bilan fikrlab, oxirgi holatni fikrlab qaytib kelyapsan. Lekin aytganimdek 24 soat o'tib ketaveradi. Biz qadam qo'yib boramiz o'limga qarab. O'limga qarab qo'yib boryapti. Ekanmiz. Eng muhim o'limga tayyorlash, yaxshi o'limga tayyorlash. O'layotgan vaqtimizda boyaga hozirgi Abdulaziz Karim qo'shiq aytgandek holat bor. Mana bu holat. Yaratganni ishqida erib qolishlik holati bor. Xuddi shu holatdan turib chiqib qo'shiq aytgan holati bor. Mana shu holatga erishishga, shu holatda qolib bu dunyoni tark etishga tayyorgarlik ko'rish kerak. Bu uchun borgan sari nima deydi, bu dunyoni o'tkinchiligini tushunib borish kerak bo'ladi. Bu uchun bizga yordam beradi har doim tavakkal qilib yashashlik. Endi mana shuni aytdim. Xo'p, endi kunimiz o'taveradi, vaqtimiz o'taveradi. O'sha o'qishga borib 8 soat, 6 soat medinstitutda darsda o'tirib kelsa ham vrach bo'lasan yoki o'qituvchi bo'lasan, injener bo'lasan, qaysidir kasb egasi bo'lasan qog'ozda. Lekin aytganimdek, o'sha ichingda, o'zingda ichki ezoterik biliming yo'q. Borasan, kelasan,
tanadek borib yashab kelyapsan, bundan kimga foyda? O'zingga foyda, na atrofingdagilarga foyda, na ularni og'irini yengil qilyapsan, na ularni dardini osonlashtiryapsan. To'g'rimi? Biz hozirgacha gapimni tushunib, anglab turganlar bor. Biz bu yerga kayf qilish uchun kelmaganmiz. Bizni kayfimiz boshqa joydan keladi. Bizni kayfimiz olamni anglashdan, yaratganni anglashdan, yaratganni qanchalar aqlli ekanligini, qanchalik dono ekanligini tushunishdan, abstraksiyadagi fikrlardan maza qilamiz, muzikadan maza qilamiz. Misol uchun meni qornim to'q bo'lib, xursand bo'lib o'tirishim uchun menga boyagi Abdulaziz Karimov qo'shig'i yetadi-da. Shuni eshitishim men uchun ibodat. Chunki ovqat bor-ku, biz yeydigan ovqatimiz грубый materiyada, haligi qattiq materiyada, bu qattiq materiyani tana hazm qilyapti. Bu грубый energiya borda. Endi tonkay energiya ham bor. Tonkay materiya ham borda, juda ham mayin, yumshoq materiya ham borda. U materiyaga nima kiradi? Abstrakt kategoriyadagi narsalar kiradi. Yaratgan kiradi. Olamni haqidagi informatsiya kiradi, muzika kiradi. Bu bilan ham oziqlanadi-da tana. Shuning uchun ham juda ham ko'p o'zi umri ibodatda o'tadigan odamlarni qarasanglar, o'zi asketik yashaydi. Sababi seni ichingda olam yashayotganda olam nima keragi bor, to'g'rimi? Senga olamga ehtiyoj bo'lmaydi-ku. Seni ovqating, qorningni to'ydiradigan narsang, mana bu eshitib, anglab, ko'rib, mulohaza qilayotgan narsalaringdan kelib turgan bo'lsa, senga qo'pol, mana bu qattiq ko'rinishdagi mana bu nonni keragi yo'q-da. Bu uchun sen o'tirib, jag'ingni ishlatib, oshqozoningni ishlatib, energiya sarflashga hojat qolmaydi-da. Bu uchun bu narsani biz kitobdan o'qishdan, o'rganishdan ola olamiz-da, yoki odamlarni bizdan xursand bo'lganidan, yaxshi emotsiyalardan ola olamiz. Xo'p, endi biz mana shu yo'limizda videniyamizga borishimiz kerak. Bu yo'lda bizda topshiriqlar bor. Eng birinchi o'rinda biz qilishimiz kerak bo'lgan topshiriqlar bor. Biz bilamiz, status quo degani biz mana aytaylik, biz talabamiz, Tashminning 2-kursida o'qiyapmiz. Tashminning 2-kursiga talab olishimiz uchun biz qilishimiz kerak bo'lgan topshiriqlar bor. Har kunlik fan bo'yicha o'qishlik, konspekt yozish, rasm chizish, darsga tayyorlanish, ma'ruzaga yetib mustaqil ish tayyorla, referat yoz, balobatlar, ularning ichida ovqatlan degan joyi bor, to'g'rimi? Biz o'qishdan hech bo'lmaganda 3 ga yarasha o'qigin. Hech bo'lmaganda deganda o'qishdan haydalib ketmasdan o'sha status quo'mizni olishimiz uchun kerak bo'lgan topshiriqlar turibdi, prioritetda. Eng avval shularni hal qilib bo'lganimizdan keyin, ana undan keyin biz o'zimizni kelajakda olib boradigan maqsadimiz bor. Maqsadimizga olib boradigan qaysidir topshiriqlar bor. Misol uchun men Germaniyada vrach bo'lib ishlamoqchiman. Bu uchun nima kerak menga? Nemis tili kerak. Nemis tiliga o'rganishga ketadigan vaqtimni, energiyamni, pulimni qachonki men mana bu status quo topshiriqlarni hal qilsamgina ma'no bo'ladi, mazmun bo'ladi. Chunki kelajakdagi qilishim, qilmoqchi bo'lgan narsamni hozir qilib olib turib, hozirgi holatimni yo'qotishim mantiqsizlik bo'ladi-da, to'g'rimi? Bu bitta narsa edi. Значит, o'zingizlarga prioritet qo'ygan vaqtingizda xuddi shu nuqtai nazardan kelib chiqib, status quo hozirgi holatimni qolishim uchun nima qilishim kerak? Men hozirgi holatimni qolishim uchun 8 soat ishlashim kerak har kuni va ishim davomida qilishim kerak bo'lgan topshiriqlar bor. Shularni hal qilib qo'yishim kerak. U ishlarni topshiriqlar har kuni ishga borsam, ertalabdan soat 8 dan ishim boshlasa, bo'lishi mumkin, men 12 gacha hal qilib qo'yishim mumkin hammasini. Bir kunlik topshiriqlarim 12 gacha hal qilib qo'ydim, status quo'ni hal qilib qo'ydim. 12 dan keyin soat 4:30 gacha vaqtim bor mening. Bu vaqtimni men o'zimni topshiriqlarim uchun ishlatishim mumkin. O'zimni ustimda ishlashim uchun foydalanishim mumkin. Yoki bo'lmasa ishdan ertaroq ketib, Elizar bilan vaqt o'tkazishim mumkin.
То есть status quo'ni hal qilib bo'ldim. Haligi bizda info-tsiganlar aytadi-yu, yoqimsiz narsani birinchi yegan qurbaqani. Unaqa emas-da, birinchi yoqimsiz narsa. Unaqa qilib qaralmaydi-da bu topshiriqqa. Yoqimsiz ishni birinchi qilgan. Bu yoqimsiz ish emas-da bu. Bu tanamizni, ruhiyatimizni hozirgi holatda mana shu holatda ushlab turish uchun qilishimiz kerak bo'lgan, qilishimiz shart bo'lgan topshiriqlarda bular. Bu ularga jirkanib qaralmaydi-da. Chunki buni biz o'zimizni tanamiz uchun qilyapmiz, o'zimizni ruhiyatimiz uchun qilyapmiz-ku, to'g'rimi? Chunki biz o'zimiz tanladik-ku bormoqchi bo'lgan yo'limizda. Men o'zim tanladim-ku. Mana bu yo'lni o'zim tanladim-ku. Qanday qilib boraman, qaysi yo'ldan, qaysi poyezddan tushaman, qaysi joyda poyezdni almashtiraman, qayerda avtobusga chiqaman, hammasi qildim-ku, to'g'rimi? O'zim xohishlarimdan kelib chiqqan holatda qildim-ku. Ana endi pul masalasiga kelsak. Mana shu joyda meni juda ko'p qoqilgan narsam bo'lgan. Chunki men pul ishlatishni bilmas edim. Har doim pulni oyma-oy, oylik deylik, oylik xarajatlar deylik, oylik kirim, oylik rasxodlar, mana shunaqa narsalarni oy hisobida hisoblardim. Yaqinda bitta kitob ko'rib qoldim. U yerda как бы fantastik kitob, nomi Nishshi edi, Nishshi. Eng pastki tabaqadagilarni aytaylik, shunaqalarni Nishshi deyishadi, eng pastda turganlar. U umumiy syujet shundayki, u yerda odam butun o'tgan hayot haqidagi xotirasini esdan chiqaradi, lekin o'qib shaxsiy malakasini esdan chiqaradi, lekin o'rganganlari o'zining esida qoladi. Xuddi yoki sifatlari, o'zida rivojlantirgan sifatlari o'zida qoladi. Misol uchun zo'r boks qilishni biladimi, shu boks holati turibdi. Shu sifat turibdi, lekin u bilmaydi qayerda bu sifatni rivojlantirgan, qanday qilib bu sifatga erishgan. Shu tarix yo'q, o'chirildi. Bu ham xuddi aytganimdek, tanadagi ruhni bir necha manifestatsiyasiga to'g'ri keladi. Tanadagi manifestatsiyasiga. Xullas, u tug'ilgan vaqtida unga tana beriladi, qo'llar protez qo'l beriladi, tikib qo'yishadi va shu berilgan qo'l, oyoq uchun har kuniga u ijaraga pul to'lash kerak. U yashaydigan xonaga o'xshagan, kvartiraga o'xshagan joyi bor, u uchun pul to'lash kerak. 3 mahal ovqatlanib, suv ichish uchun minimal rasxodi pul to'lash kerak. Endi u yerda o'zining pul birligi bor edi, adashmasam 8 yoki 9 pul birligida ketardi. Har kuni yashab qolishi uchun u nimadir ish qilish kerak. 8 elon, shunaqa. 8 elon, 8 so'm deylik, biz mana 8 yevro deylik. Har kunlik prosta mana shu tanani ichida yashab qolish uchun, o'lib qolmasligi uchun, o'lib ketmasligi uchun har kuni 8 yevro pul topish kerak. Bu minimal rasxodi. Shu status quo'da qolish uchun yoki fix rasxod, fix har kunlik majburiy rasxod. Mana shu zo'r o'rnak bo'ldi-da, qaranglar. Men avvallari o'ylardim, hisoblardim, oy hisobida o'ylardim-da. Oy hisobida byudjet qilardim, oy hisobida keyinchalik shunga qarab rasxod qilardim. Bu kitobni o'qiganimdan keyingi almashtirgan narsam, strategiyam qanaqa bo'ldi? Juda ham yaxshi narsa. Har kunlik fix rasxodim bor meni. Fix, xuddi o'sha aytgandek, majburiy mana shu tanani ichida qolish uchun, o'lmasligim uchun ketadigan rasxodim bor, har kunligim bor. Va men har kuni ishlab topadigan pulim bor. Men agarki ishga chiqsam, haftada 5 kun ishlayman, shanba yakshanba dejurim bo'lmasa agar, bo'sh vaqtim bo'ladi, lekin shu shanba yakshanba kuni ham rasxodlarim bor. Shanba yakshanba kuni ham har kunlik shu nimamni topishim kerak. Nima deydi? Shu pulim bo'lishi kerak, shanba yakshanba uchun ham bir kunlik fix, har kunlik fix rasxodlar bo'lishi kerak. Lekin men haftada 5 kun ishlayman. Вот. Mana shu nuqtai nazardan kelib chiqib, hisob kitob qilishni boshlaganimdan keyin byudjetim o'z holiga kelishni boshladi. Ancha o'ziga kelib qoldi. Chunki oy hisobida hisoblaganimda men o'zimga позволить qila oladigandan ko'ra ko'proq rasxod ko'rayotgandim. Bu eng yomon tarafi bor, mana shu nima deydi, yoshligida bir yaxshi narsani ko'rmasdan katta bo'lganlar, yoshligida, bolaligida
ha bo'pti, keyin qilaman orqaga haligi senga o'tib ketadi-da, bessознательныйga o'tib ketadi. Keyinchalik u katta odam katta bo'lgandan keyin shu boshqarishni boshlaydi. Eng yomon tarafi mana shu. Haligi yetishmovchilikda katta bo'lishlikda oqibati mana shu. Xo'p. Bu yerda ham meni yana rasmga qaytamiz, sxemaga. Lüneburgdan Gamburgdagi TOEFL klubga borishim uchun majburiy rasxotim bor. Yo'l kerogiga, yo'lda agar o'zim bilan suv olmasam suv ichishga, agar o'zim bilan ovqat olmagan bo'lsam ovqatga va yo'ldagi bular majburiy. Men Elizar bilan borgan bo'lsam, Elizar ikkalamiz uchun majburiy rasxot pulim turibdi. Endi qo'shimchasi men o'zim maza qilishim uchun, misol uchun marojniga pul olishim mumkin yoki qanaqadir shirinlik olishim mumkin-da, tort degandek Elizar bilan yeyman desam. Bu uchun ketadiganlarim ikkinchi o'ringa kiradi. Kayf uchun deylik. Hech bo'lmasa men o'zimda mana shu fix rasxotim uchun yonimda pulim bo'lishi kerak. Pulim bo'lishi kerak. Xo'p. Menga shuni o'zi yetadi. Fix rasxotimni to'ldirsam, misol uchun, menga shu yetadi. Yetib ortadi. Yashab qolishim deb ortadi. Qolgani yoki uyimdagilarga yoki Elizarga bo'ldi. Chunki mendan keyin men o'zim bilan olib keta olmayman. Mana bu tana bilan olib keta olmayman. Meni olib ketadigan narsam qabul qilgan narsa. Qilganim kimdandir, kim uchundir yaxshilik qilgan bo'lsam, kimdir og'irini yengil qilgan bo'lsam, mana shu meni ibodatim bo'ladi-da. Men o'zimni tavakkal qilib, har kunlik hayotimni shunchaki topshirib, tavakkal yo'lga chiqiladi, tavakkal ishga boriladi, endi tavakkal qilib odamni salomatligini qo'ya olmaysan. U joyda o'sha ancha ko'proq aniqlik kerak, konkret bo'lish talab qilinadi. Bilib qilishing kerak, chunki zarar keltirib qo'ymasligimiz kerak. Birinchi shart zarar keltirib qo'ymasligimiz. Eng asosiysi mana shu edi. Hozirgacha aytmoqchi bo'lgan. Yoki bizda topshiriqlarimiz bor. Maqsadga boruvchi status quo topshiriqlarimiz va o'zimizni status quo hozirgi holatimizni ushlab turadigan. Hozirgi holatimizda toza kiyim kiyib, yaxshi ovqatlanib, uch mahal yaxshi uxlab turishimiz, birov bizni tepamizga ko'rib kelib, o'dag'aylab, dag'dag'alab turmasligi uchun qilishimiz kerak bo'lgan topshiriqlar bor. Deadline nimasi kelib tepangga da sheping gapirib tursa, bu sen o'zingni xotirjam, spokойный, haligi o'zing bilan o'zing garmoniyada his qila olmaysan-da, to'g'risi. Sen o'zing bilan o'zingni garmoniyada his qilishing uchun bajarib qo'ygan bo'lishing kerak. Olam, jamiyat sendan talab qilayotganini qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin maqsad kelib turuvchisi shuni bajarib qilib qo'ygandan keyin kim senga kelib menga ishingni qilmayapsan deydi. Ishingni hal qilib qo'ygan bo'lsang, to'g'rimi? Pul ham shunaqa. Misol uchun oilani rasxotlarini ko'tarib qo'yish kerak. Qilib qo'yding, kim senga kelib o'dag'aylaydi. Kelib noshukrlik bo'ladi-da, kelib seni hozir nimaga mashina olmayapsan, mashinang yo'q, nimaga uying yo'q, nimaga olam aylangan chiqmayapsan, sayohatga chiqmayapsan qilish bu noshukrlikda o'zi aslida. Uni sraz bo'lib qoladigan narsa emas-ku. Biz o'zi qayerdan kelyapmiz? Biz o'zi yetim bo'lsak, to'g'rimi? Yetim sifat bo'lib katta bo'layotgan bo'lsak. Hech narsasiz. Yo'q joydan bor qilib yashayotgan bo'lsak, qadamma-qadam. Endi asosiy narsa shu edi. Men ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa. Dalsha ko'rsatadigan narsam haligi darvish sifat, majnun sifat odamlar uchun hozirgi bir qismi, to'ldiradigan qismi, lekin bu yog'ini ko'rmasa ham bo'ladi. Kim xohlamasa yoki o'zinglar bilasizlar. Tak, bizda kim hamma ham bilsa kerak, haligi 4 xil ko'zi ko'r donolar qanaqa qilib filni
haqidagi tasavvurga ega bo'lishganligi, bittasi xartumi, bittasi shoxi, bittasi qulog'i, bittasi dumi, bittasi oyog'ini ushlab, ha fil bunaqa ekan, fil bunaqa ekan deb o'zicha tasavvur qiladi, lekin bir-biriga filni qanaqaligini takkasach qilish uchun oxiri jangga ham kirishib ketishadi. Aslida dono yo'l o'tirib, bularni gapini bitta qilib, umumiy kartina yaratish. Ya'ni tabiatda mana bu fil degan obyektiv fenomen turibdi. Obyektiv fenomen haqida bitta ko'zi ko'r xartumidan ushlab tasavvur yaratib, bittasi dumidan ushlab, bittasi quloqdan ushlab, hammasi bitta obyektiv fenomen haqida, obyektiv bor narsa haqida tasavvurga ega bo'ldi va uni bitta qilib umumiy jamlashtirib, umumiy kartina olishimiz mumkin. Donolik shundan kelib chiqadi. Butun fan, dinlar, filosofiya hammasini bitta qilib jamlab turib, bizda ham yaratgan haqidagi obyektiv fenomen haqida tushuncha paydo qilishimiz, tasavvur paydo qilishimiz mumkin. Yana oddiy misol qilib aytaman. Aytaylik, mana bittasi olmani ko'rdi. Aytadi, yeb ko'rdim, shirin, yaxshi olma ekan, bu olma yashil desa, bizda keyin boshqasi keladi. Yo'q deydi, olma. Mana qizil olma ham bor. Olma qizil bo'ladi deb talashyapti. Talashib janjallashyapti. Tortishyapti. Sal donoroq odamimiz to'xta deydi. Olmani qizili ham bor, yashili ham bor, nordoni ham bor, shirini ham bor. Xuddi shunaqa olma degan obyektiv fenomen turibdi. Obyektiv fenomenni haqidagi tasavvurga ega bo'lish uchun uni ham eshitib, buni ham eshitib, kerakligini olib, keraksiz shiluqani ajratib tashlashni bilishimiz kerakda. Informatsiyani obyektivligi shunda. Endi bizdagi yaratgan haqidagi tasavvurlarimiz ham ko'p. Kimdir aytaylik, yaratgan haqida 3000 yil, 4000 yil oldin qaysidir tasavvur aytib ketdi. Kimdir 10000 yil oldin kuzatgan bitta obyektiv fenomen bor. Shu haqida kimdir 10000 yil oldin bitta narsani topdi, bir tomondan ko'rdi. 5000 yil oldin bittasi, 1000 yil oldin, 100 yil, 200 yil yoki oxirgi 10 yilda kimdir yana qaysidir fenomenni kuzatyapti. Bular bir-biriga qarama-qarshi emas aslida. Hammasi bitta yo'nalishga yo'lga boradigan narsa. Bitta fenomen haqida gap ketyapti. Даже ateizm bor-ku, ateistlik ham shuni bir qismida. Chunki mana bu kitoblarda yozilgan va odamga ishongin degan xudo asl xudo emasda. Bu narsadan chiqish uchun bu narsa haqidagi yolg'on tasavvurdan chiqib ketish uchun ateizm bir yo'lni bir qismida bosib o'tadigan, aytadi, komillikka yetadigan yo'lni bitta qismi. Va bundan tashqari va qolgan barcha legitim va non-legitim fanlar, bularning hammasi bitta yo'nalishga boradi, bitta fenomenni описывать qilib berishadi, tavsiflab beradigan narsa, hammasi instrument. Shuning uchun hamma narsani o'qib o'rganishlik kerak bo'ladi. Ayniqsa boyaga aytganimdek, bizni tarbiya qiladigan, bizga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan hech kim bo'lmasa. Darvishlikni yaxshi tarafi bor, darvishning yaxshi tarafi bor, sufiyning yaxshi tarafi bor. Sufiy yoki darvish kimdandir qanaqadir u uchun haqiqat bo'lgan narsani eshitdi va shu haqiqatni, shu tasavvurni, shu ubежденияni oladi, o'ziga singdirib, mana shu haqiqat ko'zi bilan, mana shu убеждение bilan olamga nazar tashlaydi, shu haqiqatni ichida yashab ko'radi, o'zini terisida his qilib ko'radi. Bu ishlayaptimi? Real hayotda foyda olib kelyaptimi? Real hayotda meni yana ham garmoniyaga, yana ham tinchlikka, sokinlikka olib boryaptimi, yo'qmi? Mana shu nuqtai nazardan kelib chiqib, o'zida sinab ko'rib, keyin aytadi, ha bu ishlaydigan, bu ishlamaydigan. Buni mana bu tuppoy g'arblar bitta prinsipda yashamaydi deb o'ylashadi-da. Bitta prinsipi yo'q, fikr pasdan beradi, bitta o'zini aytganida turmaydi deb ko'radi-da. Har kim o'zini xohlaganini ko'radi-da aslida. Aslida uni qilayotgan ishi
u birovni haqiqatini ichiga sho'ng'ib, o'sha haqiqatni ichida yashab ko'ryapti. Olamga qarab ko'ryapti. O'sha haqiqat bilan ishlarini hal qilib ko'ryapti. O'sha haqiqat bilan odamlarning og'irini yengil qilishga harakat qilib ko'ryapti. Da kimlarnidir Xudoga shukr deyishiga sababchi bo'lyapti. Shu haqiqatning ichida. Bu kechagi kuni kanalimga tashlagan bitta yaxshi отшельникni topgan edim. Shuni gapi menga tasavvur. Men mana shuni gapi mozaikani to'lishiga sababchi bo'ldi. Qanaqa? Hozir tushuntiraman. Avval birinchi ko'rib olaylik. Bu rus tilida gapirgan. Juda ko'p emas, где-то 4 minut ekan. 4 minutlik joyi hozir. 28:05. То бишь это надо год. Друзья, сегодня мы с Агопом В этом районе. То есть вы даже тогда, когда ставили эту плиту, еще даже не знали? Я не знал. Можно я задам вопрос? Вот интересно, мне как молодому очень интересно. Допустим, я верю в Бога, стараюсь быть ближе к Богу, искренне верю. И хочу в то же время жить более-менее в комфорте. Допустим, семья, дети должны получать образование, то бишь это надо город. Я понял. Условия жизни. Значит, Агоп, я отвечу тебе так. Чтобы вы знали, люди нашей православной конфессии подразделяются на группы, что ли, скажем, на 2 разновидности. То есть миряне, верующие миряне и служители Господни. Мирянам, пожалуйста. Можно, правильно? Имей живый сфер. Вот ты сказал, верю в Бога. Верю – это слово мирское, а верую – это духовное слово, это понятия разные. Верю в Бога – это значит, да, я верю, что Бог есть, там, мне некогда, не до Него там и так далее. В общем, тут греха нет. Да, нет. А веровать – это жить непосредственно по заповедям Господним. Веровать. То есть мы подразделяемся на две разновидности, 2 группы у нас. То есть миряне, верующие, и служители Господни. С мирянам отпущено многое. Но заповеди они остаются, что у мирянина, что у служителя. И в Африке заповедь, она заповедь. 10. То есть имей все. Имей бизнес свой. Имей детей, имей дом, имей автомобиль. Деньги не портят человека. Лишь бы, чтобы человек не повелся, чтобы деньги не победили человека самого. А деньги иметь... Это важно, потому что мы об этом не сказали. Да. Сейчас все подумают, что всем надо пойти в лес и ничего от жизни. Нет, мы подразделяемся на 2 группы, стадии вот эти. Задача простого мирянина – жить по заповедям. Исполнять 12 заповедей. То есть 10, вот эти, я бы сказал, пионерские. И первые 2. То есть первая, основная, возлюбить Господа своего всем телом, умом, разумом и так далее. И вторая, подобная ей же, возлюбить ближнего, как самого себя. Ближний кто у нас есть, Дмитрий? Любой человек земного шара есть наш ближний. На сих 2 заповедях держится все. А 10, вот эти пионерские заповеди, не воруй, не прелюбодействуй, не убивай, почитай мать отца, не наговаривай, не оговаривай. Неужели это тяжело прямо? Они истекают из 2, по сути, из этих. Да, на первых 2 оно все основано. Так вот. Shunaqa darvish sifat bo'lib yashaydiganlar, asketlar, o'zi yoshligidan asket bo'lganlar bor. Yoshligidan asket sifat bo'lib yashaganlar, bu dunyo olamga, moddiyatga mehrini qo'ymaganlar bor. Ularning sababi ular olamni odam emasda. Bu olamni odam emasda. Bu olamni mavjudot emas. Yuqoridagi olam abstrakt, nadmirniy realnost bor. Yaratgan oldidagi o'sha odami.
ularga shuning uchun ham kerak emas. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib yashaymiz endi biz. Buni tushunganlar bilsa, bilganlar uchun tasalli sifatida aytyapman men bularni hammasini. Chunki to'g'risi bu olamda odam bo'lib yashash juda qiyin. Bu olam odami bo'lmasdan yashash qiyin. Hop. Qachondir kimdir shu stadiyaga yetib keladi. Sizlar ham hozir meni ko'rib o'tiribsizlar, значит yo'lga chiqqansizlar, sizlar ham qachondir o'sha yo'lga chiqqansizlar, yo'lga chiqish arafasidasizlar. Bizdan qoladigani shu men aytaylik, haligi klassik dindorlar bilan chiqishmasligimiz sababi, e'tiqodlilar bilan chiqishmasligimiz sababi, yaxshi chiqishmasligimiz, bir-birimizni tushunmasligimiz sababi ularda как бы 5 mahal namozni o'qishlik Xudoga bo'lgan ibodatdir, to'g'rimi? Mendan talab qilishadi xuddi shu narsani. Meni ibodatim boshqachada. Meni ibodatim konkret. Nimadir tushuntiraman, kimdir nimadir tushundi, tushunganidan rahmat bo'lib, rahmat aytib menga, rahmat nimadir tushundim, men o'zimga bir narsa oldim, hayotimni to'g'irlashim uchun bir narsa oldim degani meni ibodatimni qabul bo'lgani. Yoki kimdir og'irni yengil qilsam, rahmat, boringizga shukur, Xudoga shukur deyishiga sabab bo'lganim, bu meni ibodatim qabul qilinganida, oxirida hech narsa kutmasdan qilganimda. Yoki bo'lmasam alhamdulillah deyishi kimgadir o'rnak bo'lganligim, yo'l ko'rsata olganim, yo'lini hayotini o'rniga solishga yordamchi bo'lganim, shundan kelib chiqib rahmat aytgani, даже meni aldab ketgan, meni lo'q qilib ketganlar bo'ladi-ku, to'g'rimi? Ladna aldasin ketsin, nima mendan nima ketdi? Bu dunyoning narsasi menga kerak bo'lmasa, menga nima ketdi? O'sha aldab ketdi. Xudoga shukr, yaxshi ham bilmadi, yaxshi ham bilib qolmadi. Mana shu ham mening ibodatimda, bizning ibodatimizda mana shu ham. Bizga kerak emasda. Konkret ibodatingizni ko'rasiz. Yaratganning borligini isboti har bitta odam uchun bor, har bitta bandasi uchun turibdi. Lekin u o'zini shu bandasi tushunadigan tilda namoyon qiladi, shu tilda aks ettiradi. U ming urinsa ham boshqasiga tushuntirish uchun, borligini isbotlash uchun ikkinchi odam tushunmaydi. Chunki uni ikkinchi odamni tushunadigan tili boshqada, uni anglab yetadigan, vоспринимать qiladigan tili boshqachada. Har bitta odamning hayotiy situatsiyalari konkret har xilda, har xil shu odam uchun individual. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, ming o'tirib hozir men sizlarga borligi haqidagi, yaratganning borligi haqidagi qanaqadir doказательство aytganim bilan sizlar uni qabul qilib tushuna olmaysizlar, yoki sizlar o'zinglarni tasavvuringlarni borligi haqidagi doказательствоlarni menga aytsanglar, men tushuna olmayman. Chunki har birimiz uchun alohida tilda kommunikatsiya qiladi. Ongli yashab, ongli umr kechirishda mana boshida aytdim, nima derdi? Ruhiyatni kengayib borishi, ruhiyatning rivojlanishidagi avval boshda mana biz yetim bo'lib tug'ildik. Aytaylik, yetimmiz, hech kimimiz yo'q. Bizda hayotda umuman hayotimizda kontrol yo'q. Qo'l ostimizda boshqara oladigan protsesslarimiz yo'q. Biz butunlay boyagi romanni qahramoni singari bu olamga shunday tashlab yuborildik. Bu yerda biz endi o'zimizni topishimiz kerak. Kontrolga olib bir narsalar qilishimiz kerak. Ikkinchisi, sekin-sekin o'qib o'rganishni boshladik, ishga kirdik, yo'limizni ochib boryapmizmi? Bu yerda endi biz o'zimizni ongli kontrolimizni amalga oshiramiz. Hayotda o'sha harakat qilishni boshlaymiz, protsesslarni boshlaymiz, boshlay olish holatimiz. Va qaranglar, mana bu joyda ham birinchisi, kontrolni yo'qligida ham biz bo'ysunishimiz kerak. Kontroli borligidan keyin ham bo'ysunishimiz kerak, lekin ikkalasining farqi bor. Oxirgisi ongli ravishda bo'ysunamiz. Biz ongli ravishda rozimiz, bizni boshqarishligiga bizni qo'yib beramiz. Bizni misol uchun tushirib ketishlariga, aldab ketishiga yomon narsa deylik, yoki shefimiz bizdan nimadir talab qilishiga, farzandimiz bizdan nimadir talab qilishiga
просто qo'yib berishimiz bu ongiylik. Undan keyingisi mana bu ben aytgan yo'lida bu yo'l nima? 3 xil aytganim ruhni rivojlanish darajalari hayot davomidagi bir nechta tanalarda manifestatsiya bo'lishi orqali. Itak biz istok bamba, biz bambayimiz yaratgandan ajralib pastga tushyapmiz. Asosiy istochnikdan manbadan yerga tushdik. Yerga tushganimizda hali yerda bo'lib yashab ko'rmaganmiz. Shuning uchun eng birinchi faza yosh ruh fazasi bu yerda tana irodasi uchun sinovga qo'yiladi. Bu yerda tana irodasi uchun javob beradigan sinovdan o'tishimiz kerak. O'zimiz uchun. Tepadagi uchunmiz, o'zimiz uchun. Chunki biz anglashimiz kerak ko'p narsani. Yoshimiz hali loh ruhimizda, loh ruhiyatmiz. Bu yerda o'ylab kerak bo'ladi. Shaxsiyatni intellekdan ajratishni o'rganamiz. Bu yerda keyin o'zimiz maza qilishimiz kerak bo'lgan narsani ortga suramiz. Hozir maza qilmoqchisan, lekin ortga suryapsan. Tashi bu narsa odamni ulg'ayishi sari boradi. Bu birinchi marta tanada manifestatsiya bo'lgan ruh bilan yosh ruh bilan 100-marta tanada manifestatsiya bo'layotgan yosh ruhni farqi bor-da, ikkalasini sifatlarini farqi bor. Вот. Ikkinchi bosqichida bu yerda yoshroq, endi aytaylik o'smir yoshidagi ruhni aytsak, bu ruhda moral sinov bo'ladi. Moralniy sinov, vijdonini sinovi, o'ldirma, nafsingga berilma, shahvoniy ish qilma, xuddi shunaqa yoki kimnidir haqqini yema, mana shunaqa narsa. Va eng oxirgisi, kattasi, eng yuqoriroqisi ulg'aygan dusha. O'sha ulg'aygan dushaga yetib borganimizdan keyingina boyagi avvalgi buddizmda aytilgan, iudoizmda aytilgan sansara kurugi bor-ku, o'lim, tug'ilish va o'lish kurugi. Mana shu kurug tugaydi qachonki biz ulg'aygan ruh sifatida shakllansak. Mana shu yo'ldagi biz zarrachalarimiz hozir shunda yashab yuribmiz. Kimdir aytadi, hayot qiyinchiligi ezilib ketadi odam, juda ezib tashlaydi-ku. Ezib tashlaydigan narsa nima aslida? Aslida biz nafsimizda, egoyimizda ezilib ketadi. Shu paytda odam o'ylaydi, suitsid haqida o'ylaydi, o'zini o'ldirish haqida o'ylaydi. Lekin yechim emas. Sababini tushuntiraman men hozir. Nima uchunligini. Suitsid yechim emas. Mana sabab tasalli sifatida aytyapman men buni. Boyagi boshlagan mavzuyimni mantiqiy davomi. Chunki men o'zimda boshimdan juda ko'p o'tgan, o'limingga rozi bo'lib ketadigan paytlaring bo'ladi-da, to'g'risi. Mana shu narsa ham o'zi aslida seni bu olamdan ajratishni boshlaydi o'zi. Bu olamni o'tkinchiligini tushunishga olib keladigan sabablardan bittasi ham mana shu suitsidal krizislar. Itak, aytaylik, mana bizga aytaylik 60 yillik umr berildi. Tanamizda bu haqida informatsiya o'zi turibdi. Har bitta hujayramiz genida turibdi shu informatsiya, necha yoshda o'lishimiz haqidagi. Va biz lekin hayotdan to'yib ketdik. 30 yoshda o'zimizni hayotimizga qasd qildik. Suitsid qilib o'ldik. Shu olamni, shu dunyoni g'amlarini his qilmasligi uchun, og'irliklarini, yuklarini his qilmasligi uchun, shu dardni his qilmasligi uchun ko'tara olmaganimizdan o'ldik. Nima bo'ladi suitsid bo'lgandan keyin? Suitsid bo'lgandan keyin mana bu tana o'ladi, lekin ruhiyat o'lmaydi. Ruhiyat yo'qolib qolmaydi, ruhiyat turibdi. Va shu tanaga bog'liq bo'lgan
o'sha avvalgi ehtiyojlar haliyam ruhiyatda his qilinaveradi. Qorni och bo'lgandan keyin ochlikni his qilaverasan. Lekin o'tirib ovqat yeyishga senda mana bu грубое telo yo'q, mana bu tana yo'q senda, instrumenting yo'q. Shu og'riq, shu yoki tashlanlik hissi, ochlik hissini qoldirishing uchun senda instrument yo'q. Yoki bo'lmasam farzanding qaysidir noloyiq ish qilyapti. Sen shuni ko'rib, kuzatib turibsan, lekin unga ta'sir qilishga instrumenting грубый shu azob yana dalishda davom etaveradi. Yoki aytaylik, ayoling senga xiyonat qildi yoki ering senga xiyonat qildi, shu sababli sen dunyodan voz kechmoqchisan, o'lmoqchisan. Sen o'lganingdan keyin ham ular dalishi shu ishini qilaveradi. Sen ko'rasan, просто lekin u jarayonga ta'sir qilishga hech qanaqangi instrumenting yo'q. Yoki ota-onang azob chekyapti, farzandlaring azob chekyapti-da, lekin sen u protsesga ta'sir o'tkazish uchun senda mana bu tana yo'q. Просто toki ruh bo'lib qovurasan, bu jarayon davom etadi, toki sen 30 yosh, 60 yoshda o'lishing kerak edi, 60 yil o'tmagunicha. Eng yomon tomoni bor, odam suitsid qilayotgan vaqtda, suitsid bizdagi vaqtni qabul qilishimiz, vaqt o'ta subyektiv birlikda. Odam misol uchun tepadan pastga o'tirish qaysidir bir binodan o'zini tashlayotgan vaqtida butun boshidan kechirgan hayotini yana boshqatdan boshidan kechirib chiqadi-da, subyektiv. И уже pastga yiqilayotgan vaqtida уже haligi точка невозврата bor. Точка невозвратdan o'tib bo'lganligini tushunib, butun o'sha qiynalgan hayotini yana boshqatdan o'lishidan avval yana boshidan kechirib o'tadi. Chidab bo'lmaydigan azobki, bundan ham og'irroq azobki, sen o'zingni o'ldirmoqchisan. Eng yaxshisi shu tanada chidab hayotni yashab, kerakli payt oxiriga yetib borganda, hay bo'ldi, mana endi qo'limdan kelganini qildim deb taslim bo'lishlik. Yani nimadir tushuntirmoqchi edim men. Boyagi vaqt haqida gapirganimda xullas kalom suitsid yechimas birodarlar. Buni o'zini suitsid qilganlarni qo'rqoq nima deyishlik ham shart emas, chunki ularda ham bilim yo'q bo'lgan, kerakli bilim, kerakli ko'nikma bo'lmaganligi uchun ham bular ham o'zidan nimadirdi, o'zidan paydo bo'lib qolmaganligi uchun, kerakli tarbiyani, kerakli ta'lim olmaganligi uchun, kimdir sababchi bo'lmaganligi uchun shu yo'lni qilgan. Shu narsani qilgan, bu uchovlarni yomon ko'rish, qarg'ashlik kerak emas. Bag'ri kenglik. Yaratganni qayta topasizlar, sizlarni kechirgan joyda, sizlar uchun bag'ri kenglik qilgan joyda topasizlar. Sizlarni og'irliklarni yengil qilgan joyda topasizlar. Yana bitta yaxshi tarafi bor, yaxshi esimdan chiqqan. Har kim o'zining prednazначениясini bilgisi keladi-ku, to'g'rimi? O'zim nima uchun yashayapman, nima uchun keldim dunyoga, maqsad nima edi? Meni kelishimdan maqsad nima edi degan joyda mana sizlardan qilgan ishinglar uchun rahmat kelyapti, sizlarga rahmat aytyapti. Sizlar o'zingizlarni hissiylardan chiqarib, hech narsani kutmasdan prosta qilyapsizlar nimadir ishni. Shu ish orqasidan kim sizlarga rahmat kelyapti. Sizlardan xursand bo'lishyapti, sizlardan rozi bo'lishyapti. Mana shu aslida yaratganning roziligida, yaratganni qabul qilgani. Qanchalik ko'p shu yo'lda investitsiya qilsanglar, shunchalik shu yo'ldan ketsanglar, shunchalik galiki nima deydi, svetoforlar o'zi yashil svet yonib ketaveradi. Qanchalik sizlardan norozi bo'lishyaptimi, qanchalik yaxshi niyatda qilyapsizlar, lekin norozisizlar, juda norozi. Tan olmayapti, minnatdor bo'lmayapti. Sizlar xato yo'ldasizlar. O'tda sizlar rozi qila olmaysizlar. Bu narsa sizlarning vazifangiz emas. Uni rozi qilish boshqasining vazifasi. Shuning uchun sizlarning qadringizga yetgan, sizlardan rozi bo'layotgan odamlar jamiyatiga borgandinglar yaxshi. Ana endi shuncha narsani gapirganimizdan keyin boyaga
to'xtanglar. Fido qilishlik haqida. Bunda qarasanglar, odam olamda hamma narsa o'zini fido qilib yashaydi-da. Misol uchun, sigir sut berishi uchun o'simlikda o'tlar o'zini fido qilyapti. O'tlar o'sib chiqishi uchun osmon, bulutlar yomg'ir bo'lib o'zini fido qilyapti. Yomg'irlikda o'zini bir parchasidan kechib fido bo'lyapti. Yaratgan ham xuddi shunaqa prinsipda faoliyat yuritadi deylik. Bizning ham vazifamiz shu. Fido bo'lishlik. Nima uchun? Erishish uchun. Yaratganga erishish uchun. Xuddi shu narsani ham Krishna misol uchun Arjunga aytib ketgan joyi bor. O'qisanglar biladi. Shuning uchun aytishadi, Xudoning yo'liga, yaratganning yo'liga, Xudoning yo'liga deb ish qilishadi. Aytadiganlar bor, tavakkalni ma'nosi mana shunda. Вот. И imomlarning unchalik yoqtirmasligimning ham sababi mana shunda. Haligi o'qib olgan kitobida ezoterik narsani prosta yana gapirib beraveradi. O'zini ichidan kelib chiqqan ezoterik bilimini, aytaylik, o'zi tushungan yoki boshidan kechirgan bilimini qiyinchiligidan kelib chiqib, shuning uchun juda ko'p shablon gaplari bor, juda bir g'ashiga tegadigan paytlari bo'lib qoladi. Xafa bo'lmanglar mendan, mabodo eshitib qolganlar bo'lsa shularni. O'zim fikrimni aytdim, shaxsiy fikrimni aytdim. Mana endi shularni tushungan holatda endi qanaqadir sizlarda ham shablon paydo bo'ldi, qanaqadir stereotip paydo bo'ldi. Endi shu nuqtai nazardan kelib chiqib Abdulaziz Karimni yana boshqadan eshitib ko'rsak, boshqacha qabul qilinadi endi.
shuncha narsani bilgandan keyin anamdan keyin eshitib ko'rsa, qabul qilish boshqacha bo'ladi. Itak. Kimdir nimadir olib, shu leksiyadan yengil tortgan bo'lsa, nimadir tushungan bo'lsa, yo'l yo'riq olgan bo'lsa, hayotini tashkillashtirish uchun, foydali bo'lish uchun farzandlarga tabiiyda xursandman men. Va bu yerda karta nomer tashlab qo'ydim. Ko'ngildan chiqarib tashlab yuborasizlar, Elizarni omonat kassasiga ketadi bu. Men hozir u bilan vaqtimni o'tkazish imkoniyatim yo'q, lekin shu vaqtimni odamlar uchun nimadir qilishlik uchun, og'irni yengil qilish uchun fido qilib berdim. Nimadir tushuntirdim o'zimda bor narsadan. Chala qolganlarini keyingilarida yana qilamiz. Prosta og'irlik yengil bo'lgan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, ko'ngildan chiqarib tashlab qo'yaverasizlar. Yaratgan yo'liga Elizar uchun. Вот так. Savollar bo'lsa keyin yana buni chiqarib qo'yaman. Ya'ni yozib qo'yaverasizlar. Qo'ldan kelgancha javob beraveramiz. Esdan chiqqan joylari bo'lgan bo'lsa, to'la bo'lmagan joylar. Vaqtingiz uchun rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat. Hurmat qilib eshitganingiz uchun ham rahmat. Shu darvish bo'linglar. Tavakkal qilinglar. Avval maqsadni qo'yib, avval informatsiyani ko'rib, xuddi shu nuqtai nazardan ko'rgan videolar bor. Ko'rgan videolarni materiyasi qanaqangi bo'ladi, informatsiyasi qanaqangi bo'ladi, o'lchami qanaqa bo'ladi, shuni konkret qo'yganingizdan keyin u narsaga erishish uchun vaqt ketadi, to'g'ri, lekin uzoq perspektivada, qanchalik uzoq perspektivada fikrlasanglar, shunchalik yaxshi bo'ladi. Shunchalik hayotingiz yengil bo'ladi. Shunaqa. Rahmat hammaga. Sog' bo'lasizlar.